Alo, sayyor. Nima fikrlab gapirasiz? Ana, ichkaridadan xavotirli o'shaning uchun. Menga yonimda qashiy o'tiribdi o'shaning uchun. Ha, shunaqami? Anu, normalniy joyga chiqib qolsang zo'r bo'lardi. Ale. Qo'yishdan gapiravering. Eshitasan, qayerga bormoqchisanlar? Bilmayman, to'yga boramiz dedi. Qayerga? Kinochkani boramiz deyapti. Ha, mana Asiya o'rtog'ingiz yomon ko'raman, nimadir. Bilasanmi nimaga? Bilasanmi nimaga? Hech nima qilmasam, o'zdan-o'z meni yomon ko'raman. Ishni ko'rmagan bo'lsam, o'shandan keyin yoqmay qoldi. Balki sizdan qizg'ancha kerak. Bilmayman. Bo'pti, mayli, xo'p. Anaqa. Gapining sog'inib qoldim. Kim edi? Telefon xizmat ko'rsatish doirasini e'tibor sog'inib qoldim. Yo'q. Ha. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Telefon находится зона обслуживания. The phone is outside the coverage area. Raqamga vaqtinchalik qo'ng'iroq qilib bo'lmaydi. Номер временно недоступен. Number is temporarily unavailable. Chaqirilayotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. The called phone switched off. Bo'ladi? Boshqa kompaniyalarnikichi. Kechirasiz, siz so'ragan raqam bilan vaqtinchalik aloqa yo'q. Просим извинить с набранным номером временно нет связи. There is no connection for the dialed number. Kechirasiz, siz so'ragan raqam vaqtinchalik o'chirilgan. Извините, номер временно блокирован. Sorry, the mobile number is temporarily blocked. Zanit bo'lgan. Siz mavjud bo'lmagan. Zanit bo'lganda unaqa nima ishlaysiz? Zanit bo'lgan. Yo'q. Ikkinchi liniyaga tushib qolganda nima deydi? Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please hold the line. Mani голосовой почtamga ham yozib qo'ygan, xo'p. Bu narsada. Faqat hozir emas, unaqa. To'g'ri gaplashamiz uni. Yo'q, yozib qo'yaman. Xo'p, qayerga yozsam bo'ladi? Bunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Hozirgi paytda siz qo'ng'iroq qilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Nima zarur gapingiz bo'lsa, maxsus tovushli signaldan so'ng o'z xabaringizni qoldirishingiz mumkin. Bo'ladi? Bo'ladi. Xohlasang, mana qilib sen ham bo'ladi. Qanaqa deysiz? Hozirda bu abonent men bilan bandlatsan ham bo'ladi. Yo'q. Da. Shunaqa. Bo'pti, gaplashamiz. Kun bo'yi u abonentni sizdan boshqa ishi yo'q ekan deydi, keyin telefon qilgan abonent. Sayyor. Gaplashamiz, olib chiqishdi, xo'p. Bo'pti.